kurslar bilan barpo etilayotgan shu islom sivilizatsiyasi markazi. Mana haligi tarmoqlarga qo'ydi, ko'rdilar shekilli. Chunki insonni voyaga yetkazish bu juda muhim. Ustozlar hozir alohida e'tibor berdilar. Birinchi kirish so'zida, keyin bizaniki ustozimiz to'g'ri hozir juda ham e'tibor beryapti muhtaram prezidentida, bizani tashkilotlarda, davlat organlarida, ichki ishlar organlarida, milliy gvardiyada bolalarga juda ham e'tibor juda ham katta. O'qish xodimlarini oldini olish bo'yicha inspektor psixologlarimiz, bundan tashqari boyagi salbiy holatda o'tgan maktablarga rahbar xodimlarimiz kirib chiqdi. Ota-ona mas'uliyati, ustoz mas'uliyati va shu bilan bir qatorda jamiyatda fuqarolik madaniyatini rivojlantirishga oid o'z qarashlarini asarlarida bayon qilganlar. Prezidentimiz farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlaridan bir nechta vazifalar yuklatilgan. Demak, bular voyaga yetmagan ma'naviy, axloqiy, huquqiy, estetik, jismoniy mehnat tarbiyasida ishtirok etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash tizimi hisoblanadi. O'qituvchilar dars o'tishi, bolalar darsda o'tirishlarini har doim kuzatib boramiz.